Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu videorolikim Rossiya Federatsiyasida hamyurtlarimiz O'rta Osiyo fuqarolari va boshqa Tojikiston fuqarolarining ishga cheklovlari, yangi cheklovlar haqida bo'ladi. Ularga qilinayotgan Rossiya hukumat tomonidan ularga nisbatan ishlashga nisbatan qilinayotgan yangi cheklovlar haqida bo'ladi. Avvalambor shu YouTube kanalimga obuna bo'linglar. Kanalimga podpiska obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'linglar va kanalimni qo'llab-quvvatlab yuboringlar. O'shanda kanalimga obuna bo'lsangizlar, o'shanda kanalda chiqqan yangi videoroliklarni ko'rib borasizlar. Qiziqarli videoroliklarni qo'yib boraman kanalga har doim sizlar uchun. Kanalimni qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Videolarimni oxirigacha tomosha qilinglar. Kanalimni do'stlaringiz, tanishlaringiz, yaqinlaringizga ulashinglar. Videoroliklarni ham yaqinlaringiz, tanishlaringiz, do'stlaringizga ulashinglar. Rossiyaning Rostov viloyatida migrantlarga 2026-yilning mart oyidan boshlab yangi cheklovlar o'rnatiladi. Ular kuryerlik sohasida ishlay olmaydi. Rostov viloyatida O'rta Osiyo migrantlari, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari ular yana boshqa sohalarda ham ishlay olmaydi. Nafaqat kuryerlik sohasida, yana savdo-sotiq sohalarida ham ishlay olmaydi. 2026-yil mart oyidan boshlab Rostov viloyatida. Undan tashqari nafaqat Rostov viloyati va undan tashqari Magadan, Tula, Novosibirsk, Krasnodar viloyatlarida ham Rossiyaning ko'plab cheklovlar o'rnatiladi. Shu 2026-yilning mart-aprel oylaridan boshlab taksi haydash, jamoat transportini boshqarish, kafe, restoranlarda ishlash, kuryerlik qilish, tibbiyot sohasida ishlash, ta'lim sohasida ishlashga taqiq qo'yiladi. Migrantlarga nisbatan, O'rta Osiyo fuqarolariga, ya'ni o'zbeklarga, tojiklarga nisbatan shunaqa taqiqlar qo'yiladi. O'sha Magadan, Tula, Novosibirsk, Krasnodar viloyatlarida ham. Yana undan tashqari Sankt-Peterburg viloyatining Sankt-Peterburg shahrining ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ham yangi migrantlarga savdo-sotiq sohasida ishlashga ham cheklov qo'yishni taklif qilmoqda. 2025-yil hisobiga ko'ra Sankt-Peterburg shahrining o'zida 5000 ta dokument bilan, patent bilan ishlagan migrantlar 5000 tasi vataniga qaytib ketgan. Savdo-sotiq sohasida ishlagan 5000 ta migrantlar Sankt-Peterburg shahrida ishlaganlar 2025-yilda Sankt-Peterburg shahrini tark etganlar. O'sha tark etishlari ham shaharga ta'sir ko'rsatmayapti deyilgan xabarlar bor. Shu yana endilikda bu yog'iga Sankt-Peterburg shahrida ham shu cheklovlar qo'yilishni boshlaydi. Mart-aprel oylaridan boshlab mana shu 2026-yilni kuryerlik qilishga va taksi haydashga o'tgan yilning noyabr oyidan 2025-yilning noyabr oyidan уже taqiq qo'yilgan Sankt-Peterburg shahrida, Leningrad viloyatida migrantlarga nisbatan. Endi boshqa savdo-sotiq sohasida ishlash ham o'shanga ham taqiq qo'yiladi. Migrantlarga nisbatan, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga nisbatan Sankt-Peterburg shahrida ham. Va yana Rossiyaning barcha viloyatlarida, shaharlarida yana reydlar kuchayadi deyilayotgan xabarlar bor. Barmoq izlarini tekshirish, yashash joyini tekshirish va boshqa migratsiya tekshirishlari ko'p bo'ladi, reydlar bo'ladi deyilayotgan xabarlar bor. 2026-yilda ham Rossiyaning hamma joyida o'zbek tojiklarga nisbatan. Bu degani endi Rossiyada ishlashga cheklovlar qo'yilyapti ko'p ishlarga. Rossiyaning ko'pchilik viloyatlarida, shaharlarida o'zimizning o'zbeklarga va Tojikiston fuqarolariga nisbatan, qirg'izlarga nisbatan. Nimaga desa endi ruslar hindlarni olib kelyapti, afrikanistlarni olib kelyapti, negerlarni va boshqalarni olib kelyaptilar.
Pokiston fuqarolarini olib kelyapti, yo Shimoliy Koreyadan olib keladi, arzon ish kuchi deb. O'shaning uchun ular arzon pulga ham ishlayveradi. O'shaning uchun ham endi o'zimizni o'zbek, tojiklarni chetlashtirish uchun har xil cheklovlar qo'yadilar ishlashga va boshqa reydlarni kuchaytiradilar. Shunday qilib siqib chiqaraveradi endi bu ruslar o'zimizni o'zbeklarni, tojiklarni chetlashtirish uchun. O'rniga shu hindlarni, Afrika fuqarolarini ishlatish uchun. Shunday bo'laveradi endi. Bu yog'iga endi shu Yevropaga yo boshqa davlatlarga harakat qilish kerak, yo'lini topib, shu boshqa yo'l yo'q endi. Rossiya asta-sekin cheklovlar o'rnatib, tekshirishlarni kuchaytirib boryapti o'zimizni o'zbek xalqiga nisbatan, tojiklarga nisbatan. Bu bilan nima demoqchiman? Ishqilib Yevropalarga harakat qilish kerak. Endi asta-sekin boshqa yo'lni qilish kerak. Yevropalarga ishlashga, ketishga harakat qilish kerak. Rossiya ham уже asta-sekin susayib boryapti. Rossiya ham ishlash ham Rossiyada qiyinlashib boryapti yildan yilga. Har xil cheklovlar qo'yib, tekshirishlar kuchaytirib bu rus xalqi, rus hukumatı, milisalari, boshqalari. Shunday ekan, O'rta Osiyo fuqarolari, o'zbeklarimiz, tojiklarimiz hammasi sog' bo'lsinlar, qayerda bo'lsalar ham, Rossiyani qayerida bo'lsalar ham sog'-salomat bo'lsinlar, to'lib toshib pullarni ishlab yurtiga qaytsinlar. Hammasi eson-omon bola-chaqasini bag'riga qaytsinlar, hammasi eson-omon ishlab sog' bo'lsinlar ilohim. Deport bo'lmasinlar, shu yurgan Rossiya davlatida ishlab yurganlari ham sog'-salomat bo'lsinlar. Ilohim Alloh taolaning o'zi asrasin o'zimizni o'zbeklarni Rossiyada ishlab yurgan yo Turkiyada yo boshqa davlatda ishlab yurgan musofirlarni Alloh taolaning o'zi asrasin. Alloh taolaning o'zi asrasin, sog'-salomat bo'lsinlar ilohim. Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.